Mana fuflo narsani 30 millionga ham olami? Odamlar shu massaj apparatini foydali deb o'ylaydi. Buni olib, tanasi o'zgarib, bel og'rig'i, oyoq og'rig'idan qutulmoqchi bo'ladi. Lekini bor. Massaj apparatlari mushaklarni kuchaytirmaydi. U faqat vaqtinchalik bo'shashtiradi. Mushakni rivojlantirish uchun yuklama kerak. Shundagina og'riqni sababi bartaraf qilinadi. Yotib olib, serial ko'rib, sineklarni paqqos tushirib, eng qimmat apparat bilan quruq massaj qilish mushaklarni zaiflashtiradi. Massaj bu dam olish, sport esa rivojlanish. Harakat qilmaydigan tana eng qimmat narsa bilan ham o'zgarmaydi. Agar kreslo ishlaganida sportchilar vobshe mashq qilmasdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pchiligimiz ota-onamizni oyog'i og'rimasin deb uyga begavoy daroshka olib beramiz. Lekin 70% holatda uni ishlatmasdan unga kir osib qo'yamiz. Bizning uyda ham shunaqa. Sababi yugurishga motivatsiya yo'q. Sog'lom bo'lib, farzandimiz, ota-onamizni hayot yo'lini yengil qilish uchun doim harakatda bo'laylik. Apparatsiz kuchli bo'lish uchun kanalimga obuna bo'ling.